Muş bir tokan muş süvetdiki Müçlan qancha pulliq kela balla. Ha qancha kez 3 kilo ya 4 kilo keldi. Iliqqa nepiz süvet bu qaranglar o'zim qachilaydigan. Hozir bu dixalning ichida ya qo'shnisi ko'ramaydigan aning chilni ejab olib ketibdi. Mening urgimni ish qo'ymaydigandi. Mening chilnim bek chiqibdi. Mening alulab qolib deydigan munda adam ekan. Ey aka pes aka. Muzopidinda mush bizning kanatda bo'lsan cho'qim ko'rsa. Sening chilningda mana bijdonni terib baqmadi. Tushundingmi? Neymiş mazopini işlep kaldım qaranglar. Ma ko'rdinglarmi? Ma to'pidik machilarni ko'rdinglarmi? Ma kipezni tasik, ma qishning ma ishkeni tushib ketgan chilan, ma to'pida qapti desep menga yevadik. Buni terivday desam, ma ya qo'shnimiz o yo'lning ayani turib, ay moshunda bu yonda qolib, bo'yni sunib ketgan bo'lsa, berib 90 ming qo'lga menimda doktorxonaga davolda dedim. Og'zimni buzib anandikan Xotuldab sözlep kettim öğütürüp. Kesem kayni gelip gelip şu bizning yerimizning yenidiki şu çılallarını 8 tane 16 tane çılan belki şu çılallarını sanap koyup ketdi oğay. Ma qishning kallisida 3 tuplam çılan belki qarama bir tup 2 tup an iyad bir tup ma 3 tup çılan ma arliq örök hech qana narsa olmagan ekan. Bu çılan bek boptu. Bultumu şu 2 xalta chiqqan. Hazırım terip muşan töksem açılın yama alulap diken meninkini terip kettim ki deb munda adamlar ekan. Şu an bilipmi ba'zilarni bay olmaydi ekan juma. Ba'zilarning iddisi hech ochilmabdi. Va qo'shlar yaqasini bek berib bir atal chilan bir atal urkiganga qo'shulash ba'zilarni va chillabmi teklif qilib ekaga bo'lmaydi. Anglashdingmi? Nurg'aydan bir yag mana bir narsani ba'zan bikoga versam deb edim topamayotgan. O ses qo'tachilning chim yeydi. Chim terib oladi. Uyga bara turdi bir şey o't qolsa buldu qisqa qurtlab ketibdi. Bu yil ataydan pishqanchilar ekan mushuma nurg'ulg'an bo'ron chapqilni 5 ta o'tkizdi issiqtib pishdi deb tervitlar mushning ato'gin xalq kelib qolmasa deb mushtaqig'anga. Bu tervit pasam mening chilnim terib ketgan o'xshaydi deb voy xotirjam bo'lma bizning evlatlikchoma bizning evlatlar mana xotirjam bo'l xalq ko'z qonimiz to'q cho'ng bo'lganligimi anglashdingmi? Mening chilnim bo'lgan bo'lsa tashlab qolib ketdimmi akamning etizini terib atdiq. 3 mo kipez va 3 tipchilan bakam yedi. Shundalığındamı aşu tünegin do qaylab baqsam beg'ingdagi qiri uruklardan tat emir yilim bo'lib ketdi kelarishdi bulamda bo'lmamda. O'zingning beqi ko'ngillar xalqning beqi ko'ngil bo'lmay sening bir narsanchi hech kim minchilik olmaydi tushundingmi? Silning bamashda ya qo'shniringlar. Jon. Yaşı 60 vaga edem kelib meni chilnimni o'g'irlab ketdim deb qalab qolib ketadi voy tövbe.